Jigarlar vaziyat yaxshi emas. Ishondan kelib dakansa tıkıldım. Ortalık chaqirtirganmiz. Mayli, bundan günlar ham bor ekan. Ishonamizdan chetasi. İşonacha kelib dakansa tıkıldım şöyle. Pritsepni yechganman, tegach bilan o'zim chiqib ketib bilaman. Lekin pritsepimiz bu ikki dona 10 tonnalik balkasi bor, bu bilan vertolyot ko'tarilmaydi ekan. 3 reys ko'taradi ekan, shu damirni arkasini bir-bir, pritsepni o'zini. Chunki yuki bilan ko'tarib bilmaydi ekan. 3 reysini 12.800 yevroga gaplashibdi firma. Chaqirtiryapti. Bojak ishingda nima deysan kan? Nito koordinat berganlarda bilmaganlar endi sportni bo'ladi va ana kim to'laydi, manmi, menejermi, ya klientmi, короче sport bo'ladi. По-хорошему yaxshi bo'lmaydi.